Assalomu alaykum. Uzumchilik YouTube kanali a'zolari. Ancha vaqt video qo'yolmay qoldik. Bugun Qo'shrobot Agrostar maslahat cheklangan jamiyat mayizga ixtisoslashgan tashkilot tashkil qilindi. Shu haqida qanday joy ekan bitta kirib ko'ramiz. Assalomu alaykum. Orif aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Hormang aka. Keling, yaxshimisizlar? Shukr aka. Videoga olaversin bo'ladi YouTube kanalimiz uchun. Bismillahirrohmanirrohim. Yaxshimisiz aka? Ishlaringiz yaxshimi? Allohu akbar. Rahmat aka. Xo'sh, o'tib ketayotgandim, ko'rib qoldim. Uzumchilikka ixtisoslashgan Qo'shrobot Agrostar maslahat cheklangan jamiyat. Shunday. Shu haqida obunachilarimizga bitta ma'lumot bera olasizmi? Bu Javlon bu prezidentimizning yaqindagi joriy yildagi 47-qaroriga asosan tashkil bo'ldi. Bu Agrostar Holding umumiy bitta Agrostar Holding, buning tarkibida har bir o'sha sohaga ixtisoslashgan agrostarlar tashkil bo'lgan. Bizda 4 ta tumanni qamrab olgan bu Urgut, Xatirchi, Qo'shrobot, Ishtixon tumanlari Qo'shrobot Agrostar deb ofisimiz mana shu. Bu ofisda hamma mutaxassislar ishlaydi. Mutaxassislar bu yerda ya'ni uzumni yetishtirishdan mayiz qilib eksport qilishgacha bo'lgan jarayonni ichiga oladi bu. Holdingning ustavlarida juda imtiyozlar ko'p. O'sha 47-qarorimizda imtiyozlar, aholiga imtiyozlarimiz bor. Hamma tadbirkorlarga yordam beramiz biz. Biz ko'maklashamiz. Demak, hozir mayiz sohasida deyarli Xitoy va Turkiyaga eksport miqdori ko'proq. Endi sizlar maqsadlaringiz o'sha auditoriyani kengaytirib boshqa davlatlarga ham chiqarishda, to'g'rimi maqsad? Albatta, bu yangi bozorlarni ham kashf qilish. Hozir statistikani birinchi navbatda nima bu Agrostarning vazifasi ma'lumotlar bazasini yaratish. Hozir bizda mana shu kompyuterlarimizda shunaqangi ma'lumotlar bazasi yig'ilganki, ya'ni nauka desak, doktorskining mavzulari bor-da bunda. Ya'ni muammolar ham bor, yechimlarni ham tahlil qilib ishlab chiqildi hozir. Endi buni o'sha jarayonga amaliyotga tatbiq qilyapmiz. Bunda qisqa qilib aytganda, hozir Turkiya dunyoning 31% mayizini eksport qilyapti. Biz 8-o'rindamiz. Biz hozir statistika bo'yicha ancha orqadamiz. Xudo xolasa bu ko'rsatkichlarni endi Yevropa bozorlariga chiqmoqchimiz. Yevropa bozorlarida yangi bozorlar kashf qilyapmiz, yangi xaridorlar. Xudo xolasa shu bilan statistikamiz ham ko'tariladi, mayizlarimiz ham ko'proq eksport bo'ladi. Demak, o'sha tomorqa egalari, fermerlar, dehqon xo'jaligi egalari kelib sizdan nima yordam yoki maslahat olishlari mumkinmi? Albatta, bizni bu agrostarimiz shuning uchun tashkil bo'lgan o'zida. Masalan, oddiy tuproq analizi yoki xohlagan bir masala bo'yicha fermer yoki tadbir o'sha aholi tomorqa dehqon xo'jaligi biror joyga borsa, oldin shartnomani uzatadi-da. Oldin pulini to'lab qo'ying, keyin nima qiladi degan. Keyin javob beramiz yoki keyin xizmat ko'rsatamiz. Bizda hamma narsa tekin. Tekinmi? Tekinga xizmat ko'rsatamiz. Masalan, viloyatning yoki respublikaning xohlagan joyidan kelsa, bu yerda faqat mutaxassislar ishlaydi. Masalan, o'sha eksportyor bo'yicha mutaxassis, yuristlarimiz bor. Har bir naqa bo'yicha komanda yig'ilgan bu yerda-da. Yana bu qarorda ko'p narsalar, masalan, imtiyozlarimiz bor. Masalan, shipallarga ko'tarilsa, bizda Qo'shrobotda, Ishtixonda, bizni tumanlarimizda bilasiz, yer toklar asosan. Shunday ham. Agar kimki o'sha shipallarga ko'tarsa, biz shipallarning 15 mingini subsidiya tarzida to'lab beramiz. Shunda men bog' qilmoqchiman yoki bog'imni shipallarga ko'tarmoqchiman. O'sha nechta shipallar kessa, o'sha shipallarga donasiga 15 ming so'mdan to'lab beriladi. Xuddi shunday. Keyin qaytarilmaydigan. Yo'q, qaytarmaslik sharti, subsidiya qaytarmaslik sharti bilan berilgan mablag' hisoblanadi. Keyin
Yana in vitro usulidagi ko'chatlarni xarid qilsa, in vitro usulda yetishtirilgan ko'chatlarni eksa o'zini dalasiga biz 50% o'sha olgan narxining 50%ni subsidiya tarzida to'lab beramiz uni ham. Endi ba'zilar aytadi, bular bekorga qoplab bermayapti, keyin sherik bo'lib qolamiz anaqamizga deb. Yo'q, qanday bo'ladi? Bizda unaqa emas, hech qanaqa sherikchiligi yo'q. Biz o'sha eksportni, uzumchilikni rivojlantirish uchun tashkil qilingan agrostar o'sha emchish hisoblanamiz. Tushunarli. Ba'zi boshqa viloyatlarda ham, masalan, men obunachilarimda ham Zominlarda yo bo'lmasa Vodiy juda ko'p joyda mayiz haqida tushuncha hammada ham yuqori emas. Telefon qilib so'rashadi, ba'zida vaqtim bo'ladi, ba'zida vaqtim bo'lmaydi. Bemalol kelib so'rashsa, maslahat berish tekin, bepul. Maslahat berish tekin. Endi qarang. Bu mayiz mavzusi odamlar qisqa tushuntiradi-da. Mavzusi juda katta mavzuda mayiz. Mayizni o'sha o'zimizga ham murojaat qilib turadi. Mayizni даже ilish jarayonida ham xato qilib qo'yish mumkin-da. Ilish jarayonlarigacha ko'rsatamiz bizda. O'sha mayiz bo'yicha hamma mutaxassis, bu yerda har kuni mana shu ishlanadi mana shu masala bo'yicha. Ham nazariy tarafdan, ham amaliy tarafdan o'sha amaliyotga ega bo'lgan mutaxassislar ishlaydi. Bu yerda institutdan domlalar bor, Turkiyada mutaxassisimiz bor. Mana Turkiya tajribasini ham olib kiryapmiz bu yoqda. O'shaning uchun hech kim pul so'ralmaydi. O'sha tekin maslahat beramiz. Kerak bo'lsa o'sha bog'iga borib maslahat ham berishimiz mumkin. Bizning vazifamiz mana shu. Tushunarli. Bular qanday mayizlar, Orif aka? Bu mana o'zimizda mahalliy tilda Sirliboy deymiz. Biz gigantimiz hisoblanadi bu. Bu eng o'sha kalibri katta, yirik, giberlin sepilgan varianti bu. Juda yirik hisoblanadi. Yirik ekan, ha? Bunisi o'zimizda o'sha kishmish, oq cho'p kishmishimiz, oddiy oq go'sht kishmish, o'sha dori sepilmagan tabiiy holatda. Bu o'sha ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'layotgan avatar. Avatar mayiz endi hali provada, endi kelajagi haqida hech kim nima deya olmaydi hozircha. Lekin mana gigant bilan solishtirganingizda mana razmerlari bir xil. Shu oq qanaqaga qo'yingchi? Mana. Gigant bilan solishtirganda razmerlari mana bir xil pastda, lekin gigant juda ham to'q-da, mana qarang, to'q. Ya'ni tarozini ham yaxshi bosadi. Go'shtdor ekan. Go'shtdor, lahmi ko'p desak ham bo'ladi. Endi mayizni hamma turlari bizda da mavjud. Hammasini eksportga ham tayyorlaymiz, o'zimiz ham chiqaryapmiz. Mana marhamat ko'rishingiz mumkin, hozir izoh beramiz. Juda ajoyib. Taxlab qo'yibsiz-ku-a? Birinchidan boshlasak, mana bizning hududimizga o'sha Urgut tumani ham qaraydi. Asosan Urgut tumanida yetishtiriladi bu. O'sha oftobi deymiz o'zimizni, chayondu mana shunaqa. Bu asosan Urgut tumanida yetishtiriladigan mayizimiz hisoblanadi. Tushunarli. Bu o'zimizning oq cho'p uzumimiz, oq cho'p navi. Mana oq cho'p nav. Bu qora kishmish, o'sha oddiysi, bu giberlin sepilmagani. Keyingisi mana o'sha xuddi o'sha oq cho'pni giberlin sepilgan varianti mana. Yiriklashgan varianti mana. Giberlin sepilgan varianti mana, yirikligi. Tushunarli. Keyingisi o'sha bizlarniki Xatirchi tumani ham kiradi. Xatirchi tumanida Uchqora degan nav bor. Uchqora degan o'zining hududi ham bor-da. Uchqorani mayizi deydi. Juda mashhur mayiz. O'sha tumanimizga qarashli bo'lgani uchun Uchqorani olib kelib mayizini ham qo'yib qo'yganmiz buni. Bu sizga boya aytgan avatar mayizi mana, avatar. Mana avatar mayizi mana. Endi bu kalibr juda ham terilmagan, chunki buni sartarovka qilib tersak kalibr aniq bo'ladi. Tushunarli. Keyingisi o'sha gigantning o'sha organik deymiz o'zimiz, endi ilmiy tilda organik. Bu tabiiy holatda, giberlin sepilmagan holatida. Holatida. Endi o'sha gigantni mana giberlin sepilgan holati mana. Giberlin sepilgan, yiriklashgan holati. Tushunarli. Pastlarimizda ham shunaqa xillarimiz bor, har xil kalibrda terilgan variantlarimiz. Bu
o'sha eksportyorlar qiziqqanlar kelsa, shu kalibrini, narx-navosini chiqarib bera olamiz buni. Demak, faqatgina boyagi dehqonlar emas, sizga o'sha boshqa davlatlarga eksport qiluvchi eksportyorlar ham kelib murojaat qilib hamkorlik qilsa bo'ladi. Albatta, mana korobkalarimiz bor. Bundan ham chiroyli korobkalar ishlab chiqaryapmiz, xudo xolasa. O'sha talabga qarab, mana korobkalar, mana obrazeslar, xohlagan korobkasini qilib berishimiz mumkin. Bu mana grammi pastroq korobkalar, bular ham grammi kattaroq, kilogrammga yaqin korobkalar. Bundan ham katta korobkalar mana. Bularga hammasiga o'sha eksportyorlar talabiga qarab har xil variantlar qilib qo'yganmiz. Tushunarli. Bu manzilimiz haqida ham bitta tashqariga chiqib ko'rsatib o'tsak bo'ladimi, Orif aka? Albatta. Manzilimiz o'sha Qo'shrobod tumanida Qo'shrobod tumani davlat xizmatlar markazi bor, sentr. Davlat xizmatlari markazi. Aha. O'shaning yonida joylashgan. Shu uzumga qiziqqan, mayizga qiziqqan, qayerdandir informatsiya ololmay yurgan kimki bo'lsa, kelsa biz mana ma'lumot beramiz, yordam qilamiz. Hamma ma'lumot bizda bor. Ya'ni o'sha bir xilla doktorlik qilayotganlar bor, ilmiy ish qilayotganlar, aspirantlar bor, magistrantlar bor. Ularga ham yordam beramiz. Ma'lumotlar bo'yicha hamma ma'lumotlar shakllangan bizda. Dehqonlarga ham hammaga xizmat ko'rsatamiz. Mayizchilik sohasi bo'yicha endi bu katta nima deydi? Yordam padeshkada, to'g'rimi? Prezidentimiz qarorlari bilan mana shu tashkil qilingan. 10 ta mutaxassis ishlayapti hozircha. Biz o'zimiz ham yangi bog'lar tashkil qilyapmiz. Ularni ham xudo xolasa sizga ko'rsatamiz. Qiziq bo'lsa sizga borib ko'rsatamiz. Rahmat Orif aka, sizga kattakon. Xush kelibsizlar. Rahmat. Xo'p. Yonida ishonch, bu yoqda davlat xizmatlari intizorga tushaverishda o'ng qo'lda. Kimda qiziqtirgan savol, takliflar bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelib, ko'rib, uchrashib ketishlaringiz mumkin. Videomiz sizga manzur kelgan bo'lsa, bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Bu keyingi videolar, qiziqarli videolar chiqib qolsa, o'tkazib yubormasligingizni ta'minlaydi. Hammaga rahmat. Sog' salomat bo'ling.